Do'stlar, o'sha darslarimiz orqali mana ancha narsa o'rganib qoldingiz. Ancha bemalol Taoba'dan buyurtma beradigan darajaga keldingiz. Va mana shu darsda endi biz o'sha do'konlarni to'g'ri tanlash va qaysi do'konlar yaxshi, qaysi nimalarga e'tibor berish haqida gaplashamiz. Bular haqida men o'sha skrin rekord qilib hammasini hozir tushuntiraman. Taoboda do'konlar, ya'ni magazinlar 2 xil bo'ladi. Bular Tmall magazinlari va Taoboning o'zining do'konlari. Buni qanday ajratamiz va nima farqi bor? Tmall magazinlari har doim ishonchli va o'zlarini ishlab chiqargan mahsulotlarni qo'yishadi. Shuning uchun agar Tmall do'konlari bo'lsa, bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Judayam ishonchli va judayam yaxshi do'konlar hisoblanadi. Buni ajratib olish uchun o'sha mahsulotlar oldidagi quyidagi belgini ko'rsak, demak ular Tmall magazinlari bo'ladi. Do'konlari bo'ladi. Agar belgi bo'lmasa, bu belgi bo'lmasa, demak bu Taoboning o'zini do'koni hisoblanadi. Keling, ichki, ya'ni tovarga kirganimizdagi farqni ko'ramiz. Siz Tmall do'konlariga kirganingizda, pastga tushganda mana shu joy bo'ladi. Mana shu joy orqali bilishingiz mumkin. Ya'ni bunda yulduzchalar bo'ladi. Qizil yulduzchalar va mana shu belgi bu do'kon Tmall do'konligini bildiradi. Bu ishonchli va juda yaxshi do'kon. Taobo do'konlarida farqli ravishda yulduzchalar emas, pastga tushganingizda o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham yulduzchalar bor, lekin yonida mana shunaqa toj yoki olmos yoki sariq toj yoki yurakcha bo'ladi. Boyagi qizil yulduzcha bo'lmaydi. Mana bunaqa sariq yulduzcha bo'lishi mumkin. Agar yurakcha, qizil yurakcha bo'lsa, bu yangi do'kon hisoblanadi. Sotuvlari juda kam do'kon hisoblanadi. Agar olmos bo'lsa ham, sotuvchilari o'rtacha, ko'k tojidan boshlab sariq tojigacha tojlar soniga qarab juda yaxshi do'konlar hisoblanadi. Mana shu orqali siz do'konlarni bilib olishingiz mumkin va qolaversa, mijozlar fikrlariga ham e'tibor bering. Agar mijozlar fikrlari mahsulot haqida ko'p bo'lsa, bu do'konning bilishingiz mumkinki, yaxshi do'kon hisoblanadi.